Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan prujinaning bikrligi va uning amaliy yo'l bilan topishni ko'rib chiqamiz. Amaliy ishni boshlashdan oldin bikrlik haqida qisqacha nazariy ma'lumotlarga ega bo'lsak. Bikrlik nima? Bikrlik bu jismning deformatsiyaga qarshilik ko'rsatish xususiyatini xarakterlovchi fizik kattalik hisoblanadi. Oddiy qilib aytganda, bikrlik jismni deformatsiya qilish qanchalik qiyin ekanligini bildiradi. Ya'ni bikrlik qancha yuqori bo'lsa, uni shaklini o'zgartirish shuncha ko'p kuch talab etadi. Guk qonuniga ko'ra, elastik deformatsiyada jismda paydo bo'ladigan elastiklik kuchi uning uzunligining o'zgarishiga to'g'ri proporsionaldir. Ushbu formulada elastiklik kuchini topish formulasi keltirib o'tilgan. Bu yerda elastiklik kuchi proporsional koeffitsiyenti K va uzunlik o'zgarishining ko'paytmasiga teng. Bu yerda proporsional koeffitsiyenti aynan bikrlik hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, endi prujinaning bikrligi haqida gaplashsak. Prujinaning bikrligi uning asosiy xarakteristikasi hisoblanadi. Bikrlik tushunchasi faqat prujinaga tegishli emas. Har qanday real fizik jismlarning ma'lum bikrligi bor. Bikrlikni tushuntirish uchun ko'pincha prujinalardan foydalaniladi. Bikrlik jismning materialiga, geometrik shakliga va deformatsiya turiga bog'liq bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, prujinaning turlari ko'p. Mana bu yerda prujinaning turlari keltirib o'tilgan. Hurmatli o'quvchilar, bikrlik amalda qanday topiladi? Bikrlikni amalda topish juda oddiy va yuqoridagi Guk qonuniga asoslanadi. Buning uchun bizga uzunlik o'lchovchi asbob, lineyka, tarozi, massani hisoblashimiz uchun prujinalar va ma'lum massaga ega bo'lgan toshlar kerak bo'ladi. Biz mana shu jihozlar yordamida prujinaning bikrligini, elastiklik kuchini, Guk qonunini o'rganamiz. Bikrlikni topishni amaliy yo'l bilan qadama-qadam ko'rib o'tsak. Birinchi qadam boshlang'ich holatni o'lchash. Prujinaning deformatsiyalanmagan holatdagi uzunligini o'lchab olishimiz kerak va uni x1 bilan belgilaymiz. Ikkinchi qadam qo'llash. Prujinaga ma'lum kuch qo'llanadi. Masalan, unga ma'lum massali yukni osib, uning og'irlik kuchini hisoblashimiz mumkin. Uchinchi qadam yakuniy holatni o'lchash. Kuch qo'llangan holdagi prujinaning uzunligi x2 ni topib olishimiz kerak. To'rtinchi qadam uzayishni hisoblash. Yuk qo'yilgan holat va yuk qo'yilmagan holatdagi prujinalar uzunliklar farqi bizga uzayish o'zgarishini beradi. Beshinchi qadam bikrlikni hisoblash. Yuqoridagi Guk qonunining elastiklik kuchi formulasidan proporsional koeffitsiyenti bo'lgan bikrlikni topish formulasini keltirib chiqaramiz. Bunda bikrlik elastiklik kuchining uzayish o'zgarishining nisbatiga teng bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, bikrlikni bilish va haqida bilimga ega bo'lish va bikrlikdan foydalanish bizning hayotimizda qanchalik muhimligini ko'rib o'tamiz. Bu bilim juda ko'p sohalarda qo'llaniladi. Muhandislik va qurilish sohasini oladigan bo'lsak, ko'priklar, binolar, samolyot qanotlari yuk ostida juda oz egilishi kerak bo'ladi. Ularning bikrligi yetarli bo'lishi uchun material va konstruksiya tanlanadi. Aks holda ular qulab tushishi mumkin. Mashinasozlik sohasida avtomobil dvigatelidagi klapan prujinalari, avtomobil osmalari aynan ma'lum bikrlikka ega bo'lishi kerak. Masalan, katta yuk mashinaning amortizatori bilan kichkina yuk mashinaning amortizatori yoki velosipedning amortizatori aynan mana shu bikrlik asosida ishlaydi. Bu mashinaning yumshoq yurishi va boshqaruvchanligini ta'minlaydi. Ushbu rasmda mashinalarga keng qo'llaniladigan prujinalarimiz keltirib o'tilgan. Asbobsozlik sohasi. Yuqori aniqlikdagi o'lchov asboblarida prujinalarning bikrligi juda aniq bo'lishi kerak. Kundalik hayotda esa matras, divan, stul tanlashda ularning bikrligi, qattiq yumshoqligi bizga qulaylik tug'diradi. Ushbu rasmda turli sohalarda ishlatiladigan prujinalarimizni keltirib o'tilgan. Hurmatli o'quvchilar, endi bikrlik haqida, prujinaning bikrligi haqida bilimlarimizni yanayam mustahkamlash uchun sizlarga qiziqarli savollar taqdim etamiz. Agar biror jismning bikrligi cheksiz bo'lsa, uni deformatsiya qilish mumkinmi?
Agar odam tanasidagi suyaklar bikrligi 2 barobar kamaysa, hayotimiz qanday kechadi? Nima uchun bambuk daraxti dovulda sinmaydi, balki egiladi? Uning bikrligi qanday? O'rgimchak to'ri ipakdan yasalgan, lekin juda mustahkam. Uning bikrligi po'latdan kattami yoki kichikmi? Nima uchun tog'larning baland qismida toshlar ko'pincha yorilgan va maydalangan holatda bo'ladi? Hurmatli o'quvchilar, sizlardan ushbu qiziqarli savollarga izohlarda javob kutib qolamiz. Hurmatli o'quvchilar, bikrlik haqida, prujinalar haqida, ularning hayotimizdagi o'rni haqida xulosa qiladigan bo'lsak, bikrlik katta bo'lsa, jism qattiq va uni deformatsiya qilish qiyin. Kichik bo'lsa esa yumshoq va egiluvchan bo'ladi. Bikrlikka qancha kuch qo'llasak, shuncha deformatsiya bo'ladi. Har bir jismning mustahkamlik chegarasi degan chegara mavjud. Agar biz yukni keragidan ortiq oshiradigan bo'lsak, u cho'zilish o'rniga uzilib ketadi. Bikrlik qancha katta bo'lsa, ma'lum bir deformatsiyada jismda shuncha ko'p potensial energiya to'planishi mumkin. Masalan, kamondan chiqqan o'qning uzoqqa borishligi kamonda to'plangan potensial energiyaning qiymatiga bog'liq bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, bikrlik bu jismlarning kuch ta'sirida shaklini saqlash qobiliyatining o'lchovidir. Hurmatli o'quvchilar, biz ushbu taqdimotni tayyorlashda, ushbu laboratoriya ishini bajarishda quyidagi adabiyotlardan foydalandik. Bu adabiyotlarda yana ham qiziqarli bo'lgan tajribalar keltirib o'tilgan. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizning amaliy qismiga o'tamiz. Amaliy qismni o'tkazish uchun bizga jadval kerak bo'ladi. Biz Excel ilovasida jadval tuzib oldik va u jadvalga formula yozdik. U formula grammda bo'lsa newtonga o'tkazib beradi, santimetr bo'lsa metrga o'tkazib beradi. Uzayish o'zgarishini ham o'zi hisoblab beradigan formula tuzib qo'ydik. Bu yerga biz kerakli kattaliklarni kiritsak, jadvalning o'zi hisob-kitob amalga oshiradi. Endi tajribani boshlaymiz. Birinchi qadam prujinaning boshlang'ich uzunligini topish. Bu yerda prujinamizning boshlang'ich uzunligini topishimiz kerak bo'ladi. Bizda 0-nuqta qilib 10 sm olingan. Prujinamizning demak uzunligi 16,5 sm. Biz 10 sm ni ayirib tashlashimiz kerak. Shunda prujinaning haqiqiy o'zining uzunligi 6,5 sm bo'ladi. Buni jadvalga kiritib olamiz. Endi prujinani cho'zilish deformatsiyasiga uchratishimiz kerak. Buning uchun ma'lum massali yuk osishimiz kerak bo'ladi. Oldin yukni massasini o'lchab olishimiz kerak. Yukimizni o'lchab oldik. Uning massasi 280 gram ekan. Massasini jadvalga yozib olamiz. Jadvalga yukimizning massasini yozib oldik. Endi uning deformatsiyaga uchragan holatdagi uzunligini yozib olamiz. Bu yerda 28,5 sm ni ko'rsatyapti. Lekin bizning boshlang'ich nuqtamiz 10 sm dan boshlangan. Shuning uchun 28,5 sm dan 10 sm ni ayirib yozib olamiz. Jadvalimizga boshlang'ich uzunlik x1 va oxirgi uzunlik x2 ni hamda unga osilgan yukning massasini yozganimizda jadvalimiz o'zi hisob-kitob amalga oshirdi. Bu prujinamizning bikrligi 23,3 newton taqsim metr ekan. Endi shu jarayonni boshqa prujinada ham amalga oshiramiz. Hurmatli o'quvchilar, mana keyingi bikrligi topilishi kerak bo'lgan prujinani sistemaga joylashtirib oldik. Endi buning boshlang'ich uzunligini belgilab olamiz. Bu prujinamizning boshlang'ich uzunligi 17,5 sm shkalada turibdi. Bunda ham biz 10 sm ni ayirib tashlashga majburmiz. Chunki bizning boshlang'ich nuqtamiz 10 sm dan boshlanyapti. Bu prujinaning boshlang'ich uzunligi 7,5 sm ga kelib chiqadi. Boshlang'ich uzunlikni yozib oldik. Endi bu prujinani deformatsiyaga uchratishimiz kerak. Deformatsiyaga uchratish uchun esa unga ma'lum massali yuk osamiz. Ushbu prujinaga osiladigan yukning massasi 270 gram ekan. Buni ham jadvalga yozib olamiz. Endi o'sha yukni prujinaga osamiz va prujina cho'zilish deformatsiyasiga uchradi. Deformatsiyaga uchragan holatdagi uzunligi 35,5 sm ni ko'rsatyapti. Jadvalga yozishdan oldin
biz 10 santimetrni ayirib tashlashimiz kerak. Hurmatli o'quvchilar, mana ikkinchi prujinaning ham bekirligini topib oldik. Prujinalarning bekirligi, umuman bekirlik bu nisbiy tushuncha. Ular ketma-ket yoki parallel ulanganda yoki aralash ulanganda o'zgarish xususiyatiga ega. Masalan, hozir biz tajribada ko'rgan ikkita prujinaning bekirligi ketma-ket ulanganda qanchaga o'zgarib qoladi. Hozir o'shani amaliy yo'l bilan ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz mana bu prujinalarning bekirligini aniqlagandagi jarayonni amalga oshiramiz. Ikkita prujina ketma-ket ulanganda ularning umumiy bekirligi ikkala prujinaning ko'paytmalarining yig'indisiga nisbati orqali topiladi. Buning uchun boshlang'ich uzunliklarni bilib olishimiz kerak. Umumiy ikkalasi birgalikda 16 santimetrni tashkil qilyapti. Nimaga mana bu prujinamiz 9 santimetr bo'lib qoldi deb o'ylashingiz mumkin. Chunki bunga ma'lum massaga ega bo'lgan prujinamiz osilganda unga yana qo'shimcha cho'zilish hosil qilyapti. O'zini alohida ko'rganimizda buning uzunligi 7,5 santimetr edi. Hurmatli o'quvchilar, endi bunga ma'lum massali yukni joylashtiramiz. Oldin yukni tarozida tortib olishimiz kerak. Taroziga qo'ygan yukimizning massasi 200 grammni tashkil qildi. Endi buni jadvalga kiritib olamiz. Prujinalar sistemasiga joylashtiramiz. Mana biz prujinaga yukni joylashtirib oldik va prujinalarimiz deformatsiyaga uchradi. Endi deformatsiyaga uchragan holatdagi uzunligini belgilab hisoblab olamiz. Birinchi prujinamiz 22,5 santimetrga, ikkinchi prujinamiz 15,5 santimetrga cho'zildi. Ikkala prujinaning uzunligini qo'shamiz. Ikkalasi umumiy 38 santimetrga cho'zilganligi kelib chiqadi. Buni ham jadvalga kiritib olamiz. Hurmatli o'quvchilar, mana prujinalar ketma-ket ulangandagi umumiy bekirligini topib oldik. Bekirligi 23 va 15 newton taqsim metr bo'lgan ikkita prujinamiz ketma-ket ulanganda ularning umumiy bekirligi 9,9 newton taqsim metr hosil qilyapti. Hurmatli o'quvchilar, matematik yo'l bilan ham tekshirib ko'ramiz. Prujinalar ketma-ket ulansa, ularning umumiy bekirligi ko'paytmalarining yig'indisiga nisbati orqali topilar edi. Hozir buni ham matematik yo'l bilan ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana shu Excel ilovasida formula tuzsak yetarli. Hurmatli o'quvchilar, mana biz formula tuzib oldik. H2 va H3 da bir ikkita prujinaning bekirligi keltirilgan. Ularning ko'paytmasining mana yig'indisiga nisbatini yozib oldik. Endi biz bularni hisoblaydigan bo'lsak, mana 9,13. Mana biz hozir tajriba yo'li bilan aniqlagan bekirligimizdan ozgina ko'proq bo'lgan bekirlik hosil qilyapti. Biz prujinaning bekirligini matematik yo'l bilan topib oldik. Tajriba yo'li bilan topgan bekirligimizga yaqin qiymat chiqdi. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan bekirlik nima, prujinaning bekirligi nima, uning hayotimizda tutgan o'rni qanday va uni amaliy yo'l bilan va matematik yo'l bilan qanday topish mumkin va ular ketma-ket ulansa bekirligi qanday topiladi va nima bo'ladi? Mana shunday savollarga amaliy va nazariy javob berdik. Xayr, salomat bo'ling.